Toshkent shahar Yashnobod tumani Lisinovodga navbatdagi domimiz keldik. Bu domimiz 12 etажkali. Bunaqa domlar 3 ta tushgan. Shu domni 5-qavatida bir xona, 2 xona qilingan 55 kvadrat. Bu uyimizning lokatsiyasi juda zo'r. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda Shosh restorani. Bu yoq tomonda Lisinovodga kiruvchi, bu yoq tomonda Lisinov kinoteatri bo'ladi bir paytda. Bu yerdan Parkinskidan kelaverishda mana shu o'ng qo'lingizga keladi. Bu yerdan agar rohatdan Parkinskiga qarab kelaverishingizda chap qo'lingizga shu dom keladi. Mana yonidan metro o'tgan. Metroning tagida yosh bolalar o'ynaydigan o'yingohlar qilingan. Transportlar muammo emas. Ko'rishingiz mumkin, mana lokatsiyasi juda zo'r. Osligi uy ichidan obzor qilib beramiz. Mana biz uyga kirishimiz shunaqa ko'rinishda. Bu domimiz bir xona, 2 xona qilingan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli garderob qilib, oyoq kiyim-kecha qo'yadigan joy qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bizlar mana sanuzel. Ko'rayotganimiz sanuzel kattagina. Bizlar bu qurishimiz. Bu yerda bizlar yatta xona. Bu yerda mana jinsi xona qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bizlar mana zal ko'rayotgan bo'lsangiz kattagina. Shunaqa chiroyli lustrali qo'yishgan. Bu yerda bizlar kladovka. Bu yerda bizlar oshxonamiz. Oshxonamizdan shunaqa chiroyli kuxonli mebelni qilib qo'yishgan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu yerda bizlar yana bitta kladovka. Bu uy ko'rayotgan bo'lsangiz shunaqa chiroyli remont qilib qo'yishgan, tayyor. Bir xona, 2 xona qilingan. Ranglari ham biz bilan qilishgan. Bu uyimizga 55 ming so'raymiz.